Amerika 2021-yildan başqa ikki okean strategiyasi amalashtirishga boshladi. 2021-yilda Amerika Yaponiyani Germaniya bilan zid axborot ittifoqi va harbiy hamkorlik o'rnatishga ilhomlantirdi. Germaniya harbiy paraxoti dengizdan o'tib Yaponiyaga kelib, Amerika Yaponiya Germaniya harbiy manevrga qatnashdi. Angliyaning Elizabeth nomli aviamatkomi bir flotni boshlab Yaponiyadagi birlashma manevrga qatnashdi. Gollandiya bir harbiy paraxot avatdi. Fransiya quruqliq armiyasimi Yaponiya dengiz armiyasining quruqliqda jang qilguvchi qismi bilan birlashma orol talishish va orolni tortib olish manevri o'tkazdi. 2021-yildagi eng muhim bo'lgan ikki okean strategiyasi taraqqiyoti bo'lsa, Amerika, Angliya, Avstraliya ittifoqining qurilishi. 2022-yili Amerika va ikki okeandagi ittifoqdoshlarning harakati davomli ko'paydi. Bu Amerikaning Osiyo bilan Yevropa ittifoqdoshlarini birlashtirishdagi bir yurish yangi strategiyani rivojlantirayotganligini namoyon qildi. Yaponiya bosh vaziri Fumio Kishida Shimoliy Atlantik ahdi tashkilot boshliqlar yig'iniga qatnashib, tarixdan buyangi Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti boshliqlar yig'iniga qatnashgan tunji Osiyo davlatlarining doisi bo'lib qoldi. Bu taraqqiyot boshqa Osiyo Tinch okean rayonidagi davlatlarga tasavvur bo'shlig'i ato qildi. Rossiya bilan Ukraina urush portlagandan keyin Germaniya bilan Yaponiya o'zlarining davlat bexatarligini kuchaytirib, o'zaro texmi quyuq bexatarlik va axborot hamkorlikni ilgari surdi. Amerikaning Hindiston Tinch okean bosh nazoratchisi Kurt Campbell va Osiyo bexatarlik kengashining oliy direktori Laura Rosenberg 2023-yilda Amerika, Yaponiya, Avstraliya va Hindiston 4 davlat yig'inida Angliya amaldorlari bilan maxfiy suhbat ilib berib, Amerika agar Xitoy bilan urush qilsa, Angliya o'ynaydigan roli haqida muzokaralashdi. Bu maxfiy hozir oshkorlandi. Amerika prezidenti Biden 2022-yili 5-19dan 2022-yili 5-ayning 24-kunigacha ilib borgan Osiyo safarida Yaponiya, Koreya bilan yuqori fan-texnika tadqiqot ittifoqi qurish va Xitoy bilan Rossiyaning kasb ta'minlash zanjiriga kirishning oldini olish haqida so'zlashibla qolmay, Hind Tinch okean iqtisodiy qurilmasi o'ttirg'a chiqarib, Yaponiya, Koreya, Fiji qatorliq 14 davlatni bu iqtisodiy qurilmasining ichiga kirishni ta'kidladi va buningdan keyin texmi ko'p Osiyo, Yevropa davlatlarining bu qurilmaga kirishini umid qildi. Rossiya bilan Ukraina, Rossiya bilan Xitoymi bekor yotmadi. Biden Yaponiyani ziyorat qilgan mezgilda Xitoy bilan Rossiyaning dengiz armiyasi Yaponiyaning dengiz tavalikda birlashma manevr o'tkazdi. Xitoy Solomon taqim oroli bilan bexatarlik hamkorlik kelishimini imzolabla qolmay, hamda nurg'un Janubiy Tinch okean oroli davlatlari bilan 70 necha turlik ikki taraf kelishma imzoladi. Janubiy Tinch okean shubsizki Amerika bilan Xitoyning rag'batlashishiga yangi jang maydoni bo'lib qoldi. Buningdan boshqa Xitoy harbiy aeroplanlari Kanada bilan Avstraliyaning chorlash aeroplaniga yaqinlashib ig'vorchilik qildi va bu harakatlari barg'ansiri zo'rayotdi. Bu tuyuqsiz urush bo'lish nisbatini oshiryapti. Amerikaning ikki okean strategiyasi qachon qancha Rossiya bo'lgan sari Xitoy bilan Rossiyaning qarshi harakati shuncha kuchayapti. Amerika boshchiligidagi ittifoqdosh davlatlar bilan Xitoy Rossiya o'rtasidagi to'qnashuvning temperaturini tuvallatishga
hech kimning ishtihosi yo'q. Bu temperatura yuqorilab ketib bordi.